Körüş reallıqımızı yorutudu. Ama nemini körüşne qanda qarşımız belgileydi. Huzurunlarda şair Ahmetcan Osman riyasetçilikideki "Men şundaq qarayman" programmasi. Her bir cümle öz ma'nosini topgan programma. Assalamu alaikum. Hürmetli Abdülkerim Zahir Efendi. Yaxşımısınız? Meni anlatamsınız Abdülkerim hacım? Meni anlatamsınız? Avazım beri otamda. Avazım vardı mı? Benim avazım vardı mı Abdülkerim hacım? Avaz yok o. Avaz yok mu? Benim avazımdan anlamadınız mı? Ben sizin avazınızdan anlamadım ha. Alo? Avaz yok. Avaz yok mu? Meni avazım... Sizin avazınızdan anlamadım ben. Meninki yok mu? Benim avazımdan anlamadım Semer'dan. Benim avazımı anlamadım da. He, avaz yok yani bana ben anlamayatım ben de. To'xtanglar ovozinglar menekini oldingizmi Abdukarimovka? He, anladım ben aslındakini. Endi meni keryaptim. Nimishqa men Ahmadjonninkini oldim. Nimishqa Ahmadjonninkini olmaysiz? Shundaymi? Okey, gap qilib boqay Ahmadjon qayta. Biz hozir Benim avazım anlandı mı hem de? Ya, anlamayapti. Qanday bo'lib qoldi bu? Qaytib kiraymi ya? qaytib kiringchi. Ben mi kayıt kırayım ha? Bo'ldi. Ana. Alo? Hem de çok. Hem de anıldı sılındaki avaz. Ha, buldum da. Okey. Hı. Selamun aleyküm. Abdülkerim hacım. Aleykümselam. Qanday ahvollari? Yaxşı. Allah'a şükür. Ha. Assalamu aleyküm hürmetli görermen. Tecrübemle. Tekniklik mesele. Hürmet anılar görermen siz hoş geldiniz. Bugün men şunda Karaymen programımızda Abdülkerim Zahir Hacı'nın Kur'an ve onun tefsiriga qandaq qaraydiganligi qaraymiz. Oldi bilan men Abdülkerim hacimdan tefsir haqida sualimni boshlayman. Abdülkerim hacim Kur'an'ın tefsir qilinishi İslam tarixida qachon boshlandi? Assalomu alaykum dunyoni qanchadir ko'rmadik qarindoshlar. Men bir salom qilib olay oldi bilan. Ahmadjonniki hozirgi
tefsir nemisi, hem de meniki isimde qelish yazır, men tefsirge o tarihi qarta bir qarash bolmadı mende. Ama şu hicreniki şu ağzaki tefsir deyimiz aldıdaki imamның özüne keyinki o məxsus şunda kitaplaştırılgan tefsirler bolgan. Hem ağzaki tefsirler zaten şu 150 200 yıldan keyin asta özü qılınışqa başlagan. Ama keyinki zamanlarda asta onun özüne şu kitaplaştırıp məxsus özü şu felsefe bilen her xil özü näsler bilen birleştirip onun özüne tefsir qılışqa başlagan. Ahir sazıqçılık qılınıp atıp desek boldu endi. Demek Kur'an'ın tefsiri Hicriye, yani Muhammed Aleyhisselam ve sahabilerinin Mekke'den Medine'ye hicri kılgan yılidin tahminen 150-200 yıldan keyin başlandı diyeleyimiz. Menmo kögen kitaplarımda bu akta tahminen muşu yıllarını berdi. Yani 150-200 yıllardan keyin. Yani 2 eserden keyin tahminen deydi. Demek Kur'an tefsirinin ki başlanışı yine hadisinin, yani hadis ilminin, hadisini yığışının, toplaşının başlanışı bilen bir vakitte yüz bergen İslam tarihinde. Bunu şundak ku? Şundak. Demek ki Kur'an'ın tefsiri Kur'an'ı 200 yıldan keyin tahminen yoki 150 yıldan keyin az degende tefsirleşki başladı musulmonlar yoki İslam ulamaları muşu tefsirleş, Kur'an'ı tefsirleş kandak metotlu boldu. Yani Kur'an'ın ayetlerini Kur'an'da eğitilgan manilerini asas kılıp mu yoki bo'lmasa Kur'an'daki manilerin şu devirdeki siyasi hakimiyetlerge mas kelish kelmesligi bilen münasebet boğan tarafımı bağımı. Aldı bilen sualimizni muşu noktadan başlayalım. Buna güzel bir sual. Bunu aslında hem adam bilişki tigişlik bir mesele dep qarayman ben. Bu Kur'an'daki özü derhal Peygamber Aleyhisselam vefat bolgandan keyin tefsir kılınmay, 4 halifenin zamanında tefsir kılınmay. Umayya sulalısındaki aldınqı devirlerde tefsir kılınmasının bütün sebepleri o zamanlarda o Kur'an'a çin eslip turuyatkan insanlar köptü. Onu dekiniz hakimiyet mi? Onu tazı tuluk kontrol qilib ketanmagan bir mezgilge to'g'ri keletdi. Şunun uchun onu bastırıp o'qish arlıqda onu andaq tefsir qilmay Qur'onni aynan o'zi o'qib turishning sababi bu bo'lgan. Keyin hamda Umayya sulalisi biraz putini yaxshi dastlab jamiyatni biraz kontrol ostiga olgandan keyin Hazrat Ali'ni o'ltirib, uniki balasi o'zi Husaynni o'ltirib degandek Makka Madinani vayron qilib bu yerda minglagan, 10 minglagan insonlarni o'ltirib, buni har vaqasi deydi. Ashning o'zini qilib bo'lgandan keyin asosan u Umayya sulalisiga diniy sohada qarshi chiqqidek odamlarning o'zini qo'ymagan deyishga bo'ldi endi. Şunudan başlap endi hozir siz degandek mush hadisi bilan bu tefsirniki Kur'an'ın tefsirinin kılınış zamanı biraz bir yüz bilen bir zaman qaraq to'g'ri keldi. To'g'ri kelishning bütün sebepleri nima degan vaqtida asosan Kur'an'niki o'ziga to'g'ri kelgan yerlarini jiq burmalab ketmagan. Shubhat qo'yib qo'ygan, ammo o'ziga to'g'ri kelmaydigan, o'ziniki shu chiqarmoqchi bo'lgan hukmlarga to'g'ri kelmaydigan yer bo'lib qolsa, uning o'zini
yoki mansub qilib, nosix mansub degan bir ishlari bor bu nimaniki. Buni ishlatgan. Uning o'rniga u hadis, ya'ni payg'ambar alayhisalomga nisbat berilgan deganligi aniq bo'lmagan, qilganligi aniq bo'lmagan bir hikoyalarga bo'ysundirib Qur'onning o'zini ashning bilan o'ziniki shu jamiyatni kontrol qilishga uni ashnaqa o'zi nima qilib chiqqan endi. Shuning uchun Qur'onda Qur'onni tafsir qilish usulini asla o'zi qo'llanmagan. Masalan, Sura Hudniki 5-da shu 1-2 oyatda misol Elif Lam Ra kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin xabir Allah ta'budu illallah innani lakum minhu nazirun va bashir degan mush oyatning o'zidimi? U faqatli Qur'oni Karim tafsili bayon qilinish Allah tarafdan bo'lganligini, uni boshqa bir insonlar uni tafsillashtirishniki faqatli bo'lmaydiganligini, agar shunday bo'lib qolgan taqdirda boshqa insonniki fikri u Qur'onga kirib qolgan vaqtida insonlar u boshqa bir insonniki yani fikriga amal qilib qolganligi, u vaqtda Allohniki buyrug'iniki g'ayriga, ya'ni boshqa bir narsaga itoat qilib qolish kelib chiqadiganligini bayon qilib bu yerda buni deydi. Ya'ni Qur'onda zaten buniki tushunishda bu Qur'onning tafsilotini bildigan odam bo'lib qolsa, hech qanday boshqa bir narsaga ehtiyoj kelmaydi zaten. Uni bilgan odamlarga. Endi uni hozirgi mush tafsirliga qarab qolgan vaqtida tafsirda ashundaq rivoyatliga, fiqhiyliga, ijmo qiyoslaydigan narsalar bor. Ashning hammasiga bo'ysundirilib tafsir qilingan bo'lg'achqa, u narsalar hammasi shu zamondagi hokimiyatni qo'llash, hokimiyatniki e'tiqod taraflarini, ahkam taraflarini misolda ashning o'zini qo'llash, shuni dinlashtirish, ya'ni islom dinining ichiga kirdirish maqsad qilingan bo'lg'achqa, Qur'onniki tafsiriniki shu hadis bilan bir zamonga to'g'ri kelishniki sabablari mana shuningga mos keldi. Ya'ni asosan qilingan tafsirning ichidami ko'p yerlarda shu hadisning o'zi shu yerga dalil qilib keltirildi. Masalan, tafsir Ibn Kasirga o'xshash bundaq tafsirlarda asosan Qur'onningki hammasini desak bo'ladi, shu hadis bilan tafsir qildi. Bu o'zi nihoyatda bir Qur'onni hadisga, ya'ni payg'ambar alayhisalom qilganligi yoki deganligi aniq bo'lmagan bir narsaga bo'ysundirib turib, u dinning o'zini burmalash ishlari ashundan boshlangan. Demek Kur'an Allah'ın sözü, Allah'ın sözünü Peygamberinin cezimleştirilmegen yoki gumallık bo'lgan degan demegenligi, qilgan qilmaganligi bo'lgan mushundaq hadislarga asosan tafsir qilingan Kur'an Allah'ın sözü. Demek bu Kur'an'ınki ayetlerinin asli ma'nosini burmalashda nihoyat cho'ng rol o'ynaydi degan gap. To'g'ri. Buni yine bir tarafdan menmi, masalan Qur'ondagi iza inshaqqal qamar, ya'ni qamarning agar qamar yerilsa, yerilganda degan mushu oyatda masalan buni yana hadisga asosan hadisga bog'lab turib tafsir qiladi. Şuna bilan bu tafsiri qanday keladi desa, Muhammad alayhisalom Makkadan Madinaga hijrat qilmagan vaqtida mushriklar ashundaq bir Allohning oyatini bizga ko'rsatib baqqani degan rost bo'lsa, degan vaqtida oy mushriklarning oldida ikkiga yerilib demiş. Oyning o'zi ikkiga yerilib demiş. Hatta mushu oyning ikki yerilishida bir partisi tog'ning oldi tarafida, bir partisi tog'ning yeni bir tarafida, oq tarafida, yoki bo'lmasa bir partisi bir tog'da, tog'ning bir beshida tarafida, yeni bir partisi yeni bir tarafida, yoki bo'lmasa bu ikki parchining, oyning ikki yerilgan ikki partisining orasida yera g'ori ko'ringanmish degan mushunda hadislarga asasen bu ayetni tefsir kılıdı. Ameliyette
İze inşakkal kamar degan bu oyatdagi inşaqqa arabchadagi yerilish. Bu hergizmi tafsirchilarninki o hadisga asosan hadisga tayinib qilgan tafsiridek yerilish bo'lmasdan oyninki. Chunki oy hergiz undaq yerilmaydi. Hatta NASA Amerika'nın NASA şu şirketi mi? Bunu tekşürüp demiş. Xabarlarga, aytilgan so'zlarga, ba'zi tadqiqotlarga qaraganda, shuning bilan NASA'ning chiqargan yakuni oy hech qachon yerilib boqqan emasmish. NASA'ning nimsida yeni kelib, albatta ilmiy jihatdan qaraydigan bo'lsakmi, oyninki unda ikkiga yerilib ketadigan, aningdan keyin yana cüptüş bir bop qoladigan bundaq mo'jiza, menimcha bu hergiz ilohiy mo'jiza emas va yoki bu payg'ambarning mo'jizasi emas, bu bir xurofot endi. Shuna iza inshaqqal qamar, agar oy yerilsa yoki oy yerilganda degan bu oyatdagi oyning yerilishi faqat tunji kundagi oy. Ya'ni tunji kundagi oy deyimiz bir yılal sızıqçı buludu. Yani nur kapkaranlıqның içinde muşundaq bir sızıq, yılal sızıq yerik, nur yerik görünürler. Şuna demekçi, lekin bunu Kur'an tefsirçileri muşundaq şekilde hadisga asaslan tefsir qilgan. Bunun bilen şunu cezimleştiriş buludu. Kur'an'ınki muşu ayetteki ve muşu ayetlerdeki tefsiri demek Kur'an'ın asli manisiga zid keladi degan gapda. Elbette. Andaki o sındaki ama onu to'g'ri keladi. Yani bir taraftan bu eğer yerilsa kıyamet bo'lgan vaqtda bütün öz kainat hüküm talqan bo'lgan bo'lsa, shu vaqtda yerildiganligini bildirdi misalda. İnşaqqa deganning o'zi o'tgan zaman bo'lsa-mu, arabniki grammatikasida muzari mutahaqqiqul vuquni mozi lafzil keltirish degan bir qoidasi bor. Bundan keyin muqarrar bo'ladigan narsani bo'ldi degan o'zi usulda keltirgan bir qoidasi bor. Shuning asosan yerildi deganning o'zi aşı qiyomat bo'lgan vaqtida u yeriladi jazman. Ya'ni hamma narsa hukm talqan bo'lgan vaqtda qiyomat bo'ldi degan Kur'an'da ayet var ya, şunu to'g'ri keldi degan gap endi. To'g'ri. Ammo asla o payg'ambar alayhissalom qo'lini manda qilib sehrgarga o'xshashdi, uni ikkiga bo'lib, unda mo'jiz ko'rsatgan hech qanday bir narsa yo'q. O payg'ambar alayhissalomga qilingan bir haqorat qo'shish bir narsa u. Misol. To'g'ri. To'g'ri. Qur'onda masalan bu sehrgar, bu o'zi sarang, bu majnun, bu shoir degan nurg'ulg'an payg'ambar alayhissalom haqorat qilgan narsalar bor. Bu narsa bu shu payg'ambar alayhissalom manda o'zi qo'lni manda qilib qo'yib lekin yodi deganning o'zi u payg'ambar alayhissalomni sehrgar ko'rsatgandek bir narsa. Bu hamda mana shu vaqtda intayin xato bir narsa degan gap. Xurofiylashtirish degan gap. Amaliyotda oyatning ma'nosi undaq emas. Demek Kur'an bilen tefsir. Hazır bizimki bulupmu sürgünde, belki diasporada Uygurlarınki şu İslam ulemaları arasında sizge okşaş ve başkalarına okşaş bu ulemaların arasında şu Kur'an bilen hadis Kur'ançılık, hadisçilik degan mushundaq bir talash tortishlar yaqindan yoqi yuz beryotdi va shundaqla ijtimoiy taratqularga qarasak hatto ba'zilar kofirga chiqarilyotdi. Buning ichida masalan biz biladigan odamlar bor. Bulanın karşıda yani hadisni inkar kılgıçılarının karşıda
hadisni inkar qilish yoki bo'lmasa hadisni Muhammad alayhissalomninki gap so'zlari, harakatlari bo'lishi shart, shundoq umuman shundoq bo'ladi degan qarashga qitilmaydiganlar, demak bularning qarshida kofir bo'lyapti. Endi biz mushu nuqtada siz bilan men hadisdan o'tib biz tafsirga kelmoqchi. Ya'ni Qur'on deyilganda bizningki Uyg'ur ulamolarida Qur'on deyilganda zodi bu sizning qarshingizda Qur'onning o'zi, ya'ni oyatlarning aynan ma'nilari ko'z tutilamdi yoki bo'lmasa Qur'onning tafsiri, ya'ni oyatlar ma'nilarining burmulangan nusxasi ko'z tutilamdi. Sizningcha mushu masalada bir aniqlama berishingizni talab qilamiz albatta. Bu hozirgi endi mush an'anaviy diniy sohadagilarniki nazarida tafsirdagi ma'no ko'z nima Qur'onning ma'nosi, Qur'onning maqsadi deb uni ko'z tutadi. Ammo Qur'onniki o'ziniki o'zi maqsadiga kelgan vaqtda o'ziniki bizga bergan mana shunday bo'lsa, u Qur'onniki haqiqiy ma'nosi bo'ladi deb boyaqi oyat shuni ifodalaydi. Buning qarg'a vaqtida hozirgi bu rivoyatga bo'ysundirilib yoki e'tiqod kitoblariga bo'ysundirilib qilingan tafsirlar bu ko'z tutilmaydi. Qur'onning o'ziniki oyatlarining bergan ma'nosi ko'z tutildi. U vaqtida misol hozirgi shu qilingan tafsirlar ustida to'xtalgan vaqtida bu tafsirlar nima uchun shunday hadisni shu Abu Bakr Umar deymiz, shu sahobalarga nisbat berilgan deganligi aniq bo'lmagan, qilganligi aniq bo'lmagan shu ishlarning o'zini qildi dedi deb o'tirib, ashnaqa nisbat berilgan ash rivoyatlarga bo'ysundirib bunday tafsir qilindi. Undan keyin arabning shu madaniyatlarini paloniki ishtini andaqdi, chapini mandaq deb shuni tonishtirgan rivoyatlarni akilib u yerga shuning o'zini bozorga soldi degan vaqtida bu Qur'onning tafsirimi mana shu vaqtida arabni, arab madaniyatini, arab urf-odatini, arabning tuproqlarini, jug'rofiyalarini, uniki olimlarini, uniki davlatlarini tonishtiradigan bir narsaga aylanib qoldi. Ben uni jiq deyman, shu hozirgi Xitoyniki Kunzi instituti degan shu dunyoning har yerlarida shu narsa qurildi-ku. Xitoyni tonishtiradigan, Xitoyning madaniyatini tonishtiradigan shunday bir o'zi kalla jo'ydigan shunday bir narsa bo'ldi. Hozirgi diniy sohadagi ochilgan maktablarmi Qur'onni asos qilmay arabni, arab madaniyatini asos qilganligi uchun buning o'zi nima degan vaqtda Kunzi institutiga o'xshash hisoblanadi degan gap. Kalla jo'yishdi. Aslida Qur'onniki maqsadi nima degan vaqtda Muhammad alayhissalom o'z zamonasida Qur'on orqali arab madaniyati, arab jamiyatining ichida bo'layotgan masalalarni hal qilgan bir kitobda. Bizga kelgan vaqtda biz u arab madaniyati uning o'zini joyi tashlab qo'yib, o'zimizning madaniyati, o'zimizning jamiyatida bo'layotgan masalalarni Qur'on orqali hal qilsak, u bizga to'g'ri keldi degan gap. Ammo asla biz u yerda masalamizni hal qilish uchun arabning madaniyatini shariylagan, arab madaniyatining o'zini din qilib ko'rsatgan narsalarga biz masalamizni tatbiqlash orqali masala hal qilish bu aqlga sig'maydigan bir narsa. Bu asla Qur'oni Karimniki mazmuniga, maqsadiga uyg'un kelmaydi. Undaq bo'lsa, Qur'onning tafsiri, Qur'onning o'zi emas degan mushu yakunni chiqarishga bo'lamdi? Bo'ldi. Endi buniki hamma narsani 100% deyishga bo'lmaydi, chunki uning ichidami to'g'ri qilingan tafsirlari bor. Shu oyatni aynan zaten shu ma'no maqsadlarini aynan aks ettirgan shunday tafsirlari bor, ya'limi bor. Ammo shu nuqtaliq yerga kelgan chog'da bo'libmi e'tiqodiy masalalarga kelgan vaqtida, ibodat masalalariga kelgan vaqtida, siyosiy masalalarga kelgan vaqtida tamamen arabniki manfaatini asos qilgan o'xshash shunday bir narsa o'tirib chiqdi. Demak, butun o'zi
İslamni qabul qilgan insonlarning hammasini shu arabga xushamat qiladigan, arabning xizmatini qiladigan, arabni ulug' biladigan, arab tilini ulug' biladigan, arabning tuproqlarini ulug' biladigan, shundoq bir holatga akirish uchun xizmat qiladigan bir kitobga aylanib qolishliq. Bu intayin xato bir narsa. Qur'onning o'zida butun insonlar Allohning oldida barobar. Hech birisi mayli arab so'zlasin, mayli uyg'urcha so'zlasin, uniki o'zi undaq so'zlashi, boshqa millat bo'lishi, uniki Allohning oldida hech qanday o'z egiz pastlikni ifodalamaydi degan gap. Ya'ni hammasi Allohniki bandalari, Alloh yaratgan, undaq bo'lgandan keyin hammasi o'xshash, haq-huquqda, insonlikda hammasi o'xshash degan gap. Bu yerda bir millatni yuqori ko'tarish uchun, masalan, sizlar anglagan bo'lishingiz mumkin. Ta'allimul arabiyyata va allimuhan nasa fa innahu lisanulloh azza va jalla yawmal qiyamada degan bir rivoyat bor. Mushundaq darajada hikoyalar to'qilgan misolda arab tili xudo arab degan gap bo'ldi bu vaqtda. Arab so'zlagandan keyin. Bu darajada hamda bunda xalqi xudo nimaning o'zini xudoni shu arabni ilohlashtirish shunday bir darajaga olib qolgan. Bundan keyin misol arabning tuproqlarini ulug'lash uchun bir odam Makkada, ya'ni shu Ka'bada yoki Haramning masjidida deyli, 2 rakat namoz o'qisa 100 ming rakat namozning savobi bo'ladi. Madinada 2 rakat namoz o'qisa 10 ming rakat namozning savobi bo'ladi. Baytul Muqaddas 2 rakat namoz o'qisa 1000 rakat namozning savobi bo'ladi. Degan mushundaq narsalarni bozor silish orqali insonlarni ashaga chaqirib, shu yerda pulni ashaga to'kish kerak-da hamda. Yangi qilish ma'nosida. Ashundaq qilib, shu xalqi sayohatni kuchlantirish uchun deydi, mana shu vaqtda mushundaq rivoyatni to'qish orqali bundaq nimalarni qilgan. Bir konkretli misal bilan so'zlaylik bu shaxta, shu Qur'on bilan va uning tafsiri to'g'risida. Abasa surasininki 17-oyati. Qutilal insanu ma akfara degan oyat. Bu oyatninki biz so'zma-so'z tarjima qilsak, inson o'ldirildi, nima degan ishonmasa. Bu so'zma-so'z tarjimasi Qur'onninki, shu oyatninki. Hamda buni biz Uyg'urchaga Uyg'urchasiga qarasak, shu oyatning Uyg'urchasiga qarasak, uni kim o Muhammed Salih Damollam insonga la'nat bo'lsinki, u ajab kofir bo'ldi deb tarjima qilgan. Endi Arapça nusxasidan men hozir so'zma-so'z qilgan tarjima bilan hech qachon men aralashmadim bu tarjimaga. Meningki ko'z qarashlarim, meningki tildagi o'xshamagan, boshqalar o'xshamaydigan ko'z qarashlarim, so'zlarni tushunishim degan narsalarni aralashtirmay arabchada mushu oyat nima bo'lsa, so'zma-so'z men shuni Uyg'urchaga tarjima qildim hozir. U bo'lsa-mu inson o'ldirildi, nima degan ishonmasa. Endi bu insonga la'nat bo'lsinki, u ajab kofir bo'ldi degan oyat shumi? Masalan, hozir endi Uyg'urchadagi mushu oyat bilan Qur'onning asli nusxasi arabchadagi oyatga qarasak, ikkisi tamamen ikki ma'no, o'xshamaydigan ikki ma'no. Shundoq bo'lganda, albatta Muhammed Salih Damollam bu oyatni tarjima qilgan vaqtida hargizmi o'zi shundoq tushunganligi uchun tarjima qilmagan. Balki uni Qur'onning tarixdan buyon ta hozirga kelguncha yoki toki Muhammed Salih Damollam Qur'onni Uyg'urchaga tarjima qilgan kungacha bo'lgan tafsirlarninki o'rtaqligiga asosan, bu oyatga bo'lgan o'rtaqligiga asosan tafsirni tarjima qilgan.
Yani Muhammed Salih Damollam'ın bu tercümesi demek Kur'an'ın tercümesi emas, Abese suresinin 17. ayetinin tercümesi emas, belki şu ayetin tefsirinin tercümesi diyelim. Elbette. Bu Endi ayet bu aslında Ha, hı hı. bu ayet aslında bu nemini bildirip dese insanı kafir kılgan nese insanın kalbini öldürdüğünlüğünü bildirgen bir mana çıkır bu ayetçi. Hı hı. Kutilel insanı diyenin özümü insan öldürüldü. Yani bu halkı bay diyen okşaş. Yani insan öldürüldü. Neymi diyen vaxtda ma ekbere. O insanı kafir kılgan nese. Hı hı. İnsanı kafir kılgan nese insanın kalbini öldürdü diyen gep boludu. Hı hı. Hı hı. Onu apırıp andan keyin lanet kıl. Hem de Allah Taala'nın insanga bir kuch yetmeydigan bir zat olmagandan keyin onu lanet kılış hech qanday hojat qolmaydi. Doğru deysiz, doğru deysiz. Elbette, Aşının elbette. okşaşlar mesela Tebbet suresi maçtak. Tebbet ya da Ebu Leheb'nin özünü Ebu Leheb'nin iki kol kurup gelsin. Xuda hem de turup o Ebu Leheb'ke lanet kılış hech qanday hojat yo'q misalda. Hı hı. Bu yerda Ebu Leheb'nin voqealigini bayon qilib, Ebu Leheb'nin mush qilgan ishlari uni halok qiladi degan gap bo'ldi-da. Mesela Doğru. hazır mı deymiz ki bir adam şu araqni içip başında könünde koçada yetip qatnım qan bolsa, seni mush ish vayron qilib juma ang ahirda deymiz. Şunun o'xshash bir ish hamdi o. Ebu Leheb Doğru. shunda eski bir ishni qilgan bo'lsa, faqat o yerda sen mush ishni davom qilsang, bu ish seni halok qiladi degan bir Hı hı. ma'nodagi so'z o. Hı hı. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, Xudo insonga la'nat qiladigan, mushundaq bir narsani akilish orqali xalqi bu Qur'onning yana Qur'on emas, Allohning halqi nemisinin özünü töveltü buna aytgan vaqtçı. Bu birinciden deganimiz to'g'ri. Bu birinciden mesela Allah'ın mı insanga o'xshash üç melligi var. Bir He. zatdak. Anından keyin insan bilen Allah'ın o'ttursida. Çünkü bu yerde bu ayette insan deb umumiy isim, mutlak isim bu hem insan. Bütün insaniyet degan gapda bu hem de. He. Xuddi bu yerde insan bilen Allah'ın o'ttursida. Yani Allah insan bu üç. Şuna Allah bilen insanın o'ttursida bir xil adovatning borligi. Andan keyin siz deganda xuddi Allah birma qilinmaydigandek insonni faqat o'shmanlikdan boshqa. Degandek nurg'un bir xil nima deymiz Allohga bir xil insonning sifatlarini, insonning hissiyotlarini tengish orqali Allohga sherik keltirdi degan gap. Doğru. Onun üstüge o halqi Allah'ını ayet tunuştu ayetdeki ma'nosidan Allah'ını tasvirlagan vaqtidami u inson kuch yetmaydigan bir zot bo'lib, uni faqat tillab o'ltirdigan. Mandaqli bir holatda bir tushuncha berib qo'ydigan ma'noda tafsir qilishda. Shuning uchun bu Qur'ondagi bundaq yerlari jiq misol. Albatta jiq. Asosan Nayt jiq misol beraylik. Endi mening bu yerda demoqchi bo'lganim faqat bu shu Uyg'urchaga tarjima qilingan nusxasi emas Qur'onning. Chunki bu ayet mu bütün dünyadaki bütün tillarga mushu Muhammed Salih Damollam Uyg'urchaga tarjima qilgan, mushu ma'nosi tarjima qilingan. Bu deganlik bütün tillar, dünyadaki bütün tillar Qur'onni tarjima qilgan vaqtida uning tafsirini tarjima qiladi degan bir hükümni çıkarıp berdi bizge. Elbette. Yani çünkü Kur'an'niki ben hazır şu ayetini sözüm söz tercüm kıldım. Kur'an'ni başka tillarga İngilizce olamdı, Fransızca olamdı, İspanca olamdı, qaysi til bilishini qat'iy nazar Uyg'urcha olamdı. Bu tilga tercüm kılınganlar bana o'xshashlar Kur'an'ның bu sözüm söz ma'nosini biladi ayetninki. Lekin ular nima uchun mushundaq tercüm qiladi desa, ular şu tefsiriga tayangan bo'ladi. Ya'ni mundaq bir qavqtada terjümanlarning o'zimi, Qur'onni terjima qiluvchilarning o'zimi shu terjima qilingan tilni so'zlaydigan xalqlarga Qur'onning asli ma'nosini emas, balki uning burmalangan, tafsiri qilingan ma'nosini yetkazib berdi degan gap. Elbette. Şunun bilen bütün dünya elleri Kur'an bilen uçraşmaydı, belki Kur'an'ın
tefsiri bilen uçuşudu. Yani halkning fikri bilen uçurşudy desler. Elbette, elbette. Aşı Kur'an tefsirçilerinin fikri bilen tarihten bu yan kelabatkan, tefsirçilerinin fikri bilen, idisi bilen, şulanın göz kararları bilen uçurşudu. Mundaq şıpetqa vaqtida Kur'an tefsirçileri Allah'ın ornunu alıdı degan gap. Yani Kur'an Evet. tefsirçilerinin oy xiyallari, qaraşlari, fikirleri Allah'ın degenleri bolup kalıdı. Elbette, şu doğru. Hem muşu ma'nidin elip aytgan vaqtimizda Kur'an hadisga asosan tefsir qilinganligi uchun ve şundaqla siz eskertkendek Arap milli ini ve medeniyeti asasen yaki til nimdeyimiz tındırmısıga asasen tercüme kılınganlığı üçün tefsir kılınganlığı üçün demek Kur'an hadisge okşaş tefsirge okşaş bir ideologiya demek mi? Bir itiqad emas. Şuna tefsirden ve hadisten keladigan itiqadimiz menimçe Kur'an'dan keladigan itiqadimizga o'xshamaydi. Lekin bu yerdeki en çok mesele nima degan vaqtida Arapça sözlemaydigan başka milletler u çağda muşu itiqadni, yani tefsiri bilen hadisning itiqadini Kur'an'ның itiqadi deb şunu bilip Kur'an'ni hadis bilen tefsirde gördü degan gap. Muşu menimçe sizlarning, yani sizge okşaş bizning ulamalarımız bilen başka şu hadis ve tefsirge tayindigan ulamalarımızın o'ttirsidagi ixtiloflarninki asosiy yoki ochiqishliq nuqtasimikin deb o'ylayman. Elbette. Şuna şu meseleni ko'rarmanlarning oldida bir hal qilishga yoki bo'lmasa bir oydinlashtirishga tegishli bir masala bo'lganligi uchun bugun men shunda qarayman programmasiga taklif qilib mushu nuqtada to'xtalishni muvaffaq ko'rdim. Şuna biz yana biraz burun aytganga o'xshash konkretni misollar bilan yana suhbatimizni, dialogimizni davomlashtirib mangayli. Mesela ikinci bir ayet Fecr suresinin 27. ayeti 27, 28, 29, 30 4 ayet. Lekin hem de bunun asaslık noktalık mesele 27. ayetinde mesela ya eyyatuhan nefsul mutmainne İrci'i ila rabbiki radiyeten irci'i ila rabbiki radiyeten mardiye fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti. Bu şu 4 ayet. Lekin biz hazır şu birinci ayetiga qarasak, mesela ya eyyatuhan nefsul mutmainne. Qancha ayet? Ya eyyatuhan nefsul mutmainne degan Arapçani men yine biraz burun Abese suresinin 17. ayetini tercüme qilganda söz tercüme qilsam, ya eyyatuhan nefsul mutmainne degan gap ey xotirjam üzlük degan gap. Ey xotirjam üzlük. Endi bu ey xotirjam üzlük degan bu ayet Uyg'urchaga yana Muhammed Salih Damollamniki tercümesinde aram tapkan can deb tercüme qilingan. Endi bu tercüme bilen ayetning asli Arapça nusxasini selishtirgan vaqtimizda oldi bilan ayetning asli nusxasida aytilgan özlük degan söz
Uyg'urchada jon deb kelgan. Anandan keyin xotirjam degan sifat, o'zlikning xotirjam degan sifati, xotirjam bo'lgan, xotirjam degan sifati yoki xotirjamlikka erishgan degan mush sifat Uyg'urchasida, oyatning Uyg'urchasida aram topgan deb tarjima qilingan. Demak, Qur'onning asli nusxasidagi xotirjam degan so'z Qur'onningki mushu Uyg'urcha tarjimasida aram topgan, ya'ni o'lgan degan ma'noda chiqargan. Shuning bilan bu yerda Alloh xuddi o'lgan bir jonga xitob qilyotdi-da, hey o'lgan jon degandek. Amaliyotda Qur'onning asli nusxasidagi Arabchadagi oyatning ma'nosi hargiz o'lgan odamga xitob qilingan emas. Balki u shu odamning o'zligiga nafs Arabchada nafs degani Uyg'urchadagi o'zlik va shundaqla inglizchadagi self degan gap. Endi Alloh taolo bu yerda odamning o'zligiga xitob qilyapti. Hargiz jiniga emas yoki gavdasiga emas, tiniga emas, o'zligiga xitob qilyapti va shu o'zlikni xotirjam deb tasvirlayapti. Bu yerdagi xotirjamlik asli ma'nosida, oyatning asli ma'nosida keyingi 3 oyatni o'qigan vaqtimizda tushundiğimiz bu o'zlik Allohga ishongan o'zlik. Allohga ishongan vaqtida o'zlik u xotirjamlikka erishadi, tinchlikka erishadi. Mushu xotirjamlik va tinchlik uni Allohning qo'rqinchilari orasida bo'ladigan qiladi va shundaqla Allohning jannatiga kiradi. Razılık'a eriştirdi. Razılık'a eriştirdi. Çünkü oyatda radiyatan mardiya degan gap bor, ya'ni hem razı oldu hem razı kılınıdı. Yani bunda şekilde bu özlük Allah'tan razı oldu ve şundakla Allah bu özlükten razı oldu. Elbette. Hem de muşu mana, hem de biz Uygurçadaki tercümeye karsak bu bir ülep gitip bağlan adam. Yani bu adam ülep gitip bağlı. İyi aşı Mehmet Salih Damollam degandek, aram topgan jon, ey o'lgan jon, sen endi rozi bo'l hayotingdan va rozi qilinsan Allohning nimasida, sen chunki xotirjam bo'lgandan sen cho'qim taqvodor bir odamding. Shunga sen anandan keyin Allohning bandalarining orasiga kirsa jannatga va shundaqla jannatga erishsa deb mundaq tarjima qilingan gapda. Elbette. Tafsirga asosan. Shunga Muşu ayetlerge mi qarasak, bulup muşu 27. ayeti qarasak mı? Demek Kur'an'ın tefsiri bilen Kur'an'ın özü, ayetlerinin tefsiri bilen ayetlerinin özü ikisi okşamagan mana degan gap bor. Bunun bilen sizningcha biz tefsirinin Kur'an ayetlerinin asli ma'nisiga sodiq emasdek mushundaq bir xususiyatini yoki tarifini ko'rishimiz mumkinmi? Mumkin. Mush Qur'onning o'zi qaytgan vaqtda tamamen mumkin. Buni lekin siz Arabcha bilasiz. Lekin bildinki mutlaq ko'p Uyg'urlar, ya'ni albatta Uyg'urlar musulmonlar Arabcha bilmaydi. Shuning bilan bular tafsir bilan Qur'onning mushundaq o'xshamaydigan ikki narsa ekanligini aniqlanmaydi. Shuning bilan siz agar hadisga va tafsirga tanqid yurgizsangiz, tanqidiy qarasangiz bu ikki ilmga, u chog'da Arabchini bilmagan, Qur'on bilan tafsirning farqini
öğrenmeyen Uygur Müslümanlar elbette sizni kafirga çıkarıp etişi mümkün. Şunda mı? Ya kapora çıkırıp oldu zaten. Doğru. Hem de demek bu yerde ulanınki muşu hükmü yani hadis bilen Kur'an tefsirini lekin biz hazır bu yerde ikimizin sohbetimizde ben tefsirini kayırıp koyay hadisini tefsirgilikleriyle Kur'an bilen zıt münasebetlik bolganlygy üçün elbette hadisimiz zıt münasebetlik çünkü tefsir siz aytgandek hadis taýynady. Lekin hadis Kur'an tefsir dep alsak demek Uygur ulemaları muşu biz hazır sözleşip atkan Kur'an bilen tefsirninki farkını bilmeydiganlık üçün yoki bilelmeydiganlık üçün sizde ulemalarımızı kafirga çıkaramdı yoki ulanın bu haqda başka qaraşlara barmı? Siz muşu meseleni bizge görermenlerge düşündürüp verelimsiz. Endi biz muşu Kur'an nazar programmasını başlap Kur'an'ın içindeki nurgulluğun aşında bazı meselelerin özüne oturup çıkargan bulduk. Kur'an'ı aslında her millet özünün meselesini hal kılgan şekilde zaten o Kur'an'daki aşı prensiplerini bilse hem milletniki meselesini hal kılışka doğru keldiğin bir prensipler var o yerde. Doğru. Muşunu oturup çıkırış arkalık kılgandan keyin bizge muşu bulupma başka adetki okumagan adamlar karşı gap kılsa bir başka turduğun gap. Muşu özümüzün savaqdaş okuganlarımı boldu. O nurgun doktorluğunu ağan, muşu nurgulgan aşındaq özü Mısır'da okugan deyimiz, Sauda'da okugan, damollam deyimiz nurgun braderlerimiz. Tunuydu hemisi bizni. Aşılarının özü bizni hem de kapırga çıkadı hem de. Murtet deydi, murci deydi, hayatımda anımgan nurgun kalpaklı var ki. Aşını əsərlən dedi. Əslində hem de alim bolsa, o özünü alim dep hesablagan ekan. To'xtab turay, bu birga kelib mush masalani zot bu millatga qanday foydali bir ishni qila olamiz. Deb hammamiz birga kelib bu masalani o'rtaq bir muzokara qilgan bo'lsak, u vaqtida misol men bir ba'zi masalalarning o'zini bu yerda so'zliginim bilan undaq mukammal so'zlab ketishim notayin. Bu yerda nurg'un o'zi aloqalarimiz, do'stlarimiz bo'lgan vaqtida hammamiz har tarafini o'tirib qo'ygan vaqtda mukammal bir o'zi tushuncha hosil bo'ldi bir masalaga. Bu intayin o'zi bir yaxshi bir ish bo'latdi. Men ashuni necha qatim taklif qildim, lekin buningga ular undaq nimani undaq bir javobni bermadi. Hattoki shu kafir, murtad deyishdan boshqa bir gapni qilmadi. Hamda ularga nurun qatim dedim bu Qur'oni Karimning ichida yoki bo'lmaydi. Hech bir zaman Qur'ondan keyin yozilgan bir rivoyatga ishonmasang kafir bo'lsa degan bir narsa yo'q. Yani Muhammed Aleyhisselam ve onun sahabeleri hakkında yazılgan neslerge işlenmesen kafir olsa aşınağım iman etip onu mavu İslam'a yamap o İslam'ın özünü tuluqlaşın gerek diyen doğruluk hiç kandak bir gap yok. Hatta ki Kur'an'ı mükemmel kıldım aşınağım esilsanlar doğru yolda mangan boluslar dep o çıkı bayan kalıqlık misalde. Doğru. Hem de Müşkilimiz bir şey bir nesinin esketip ötey analikin davamlaştıran mesela Muaviye bin Ebi Sufyan nemu sahabideydi. Şundak mı? Doğru. Lekin Muaviye bin Ebi Sufyan Hazreti Ali'ye karşı çıkıp o bir Müslümanların halifesi, 4. halife. Halifeye karşı çıkıp isyan götürüp siyasi özgürlük yüzbe yüzüp anamdan keyin qorallık halda siz biraz burun esketgendek bizning programımızın başlanışında bütün Hazreti Ali ve onun aile tavabatlarını öldürüp
ve Hazreti Ali'ninki nim deymiz yıkıldırını öldürüp, pağlaganını pağlap, şunda kılandın keyin